Tekinga qo'yib bering, tekinga qo'yib bering deyapti. Tashqaridan kichkina ko'rinadi. Lekin ichida futbol o'ynasangiz ham bo'lar ekan o'rtoqlar. Mana. Instagramga tekinga e'lon joylashtirib bering deb rosa ko'p murojaat qilishyapti. Rostdan ham tekinga qo'yib beramiz e'lon. Agar boshingizga qanaqadir musibat tushgan bo'lsa, avvalo tushmasin, Xudo ko'rsatmasin. Xo'p, lekin uy agar sotmoqchi bo'lsanglar, avvalo ma'lumotlarni o'zimizga yig'amiz. Ya'ni osmondagi narxlar kerak emas. Masalan, uy narxi o'zi sotuv narxi 70 ming bo'lsa, lekin siz xayolingizda masalan 100 mingga sotaman deb yurgan bo'lsangiz, unaqa e'lonlarni olmaymiz. Ikkinchidan, biz uy dokumentlarini, kadastrlarini tekshirib olamiz. Ya'ni qizilga tushmaganmi, dokumentlari joyidami yo'qmi? Chunki olgan odam ham ko'ngli xotirjam bo'lishi kerak. Hozir yangi qonun qoidalar chiqqan, uyni sotib olasiz, lekin narsa qura olmaysiz. Hozir mana akkumulyator sotiladigan joy, ya'ni noturar joy, magazin. Ichkarini obzor qilamiz, ketdi yuringlar. Bo'ldi. Magazin qilsanglar bo'ladi, zapchast qilsanglar bo'ladi, o'zi akkumulyatorga mo'ljallangan akkumulyator sotiladi. Oshxona qilsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa futbol o'ynasanglar ham bo'ladi. Orqasida hovli bor. Ya'ni uy bor, turar joy. Yangi remontdan chiqqan bitta xona, o'rtada oshxona. Mana oshxonasi ham bor. Bu yoqda kichkina spalnisi bor, yotoqxona. Va yotoqxonasida mana sanuzullari ham bor ichkarida, tualet, dushlari bor. Hammasi remontdan chiqqan.